Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Qoidalar o'zgaryapti va bu faqat tadbirkorlarga, faqat pensionerlarga yoki faqat uy-joy sotadiganlarga tegishli emas. Bu deyarli hammaga tegishli. Agar sizda pasport yoki ID karta bo'lsa, bank kartangiz bo'lsa, nomingizda uy, mashina, yer, kredit, jarima, soliq, kommunal to'lov yoki davlat xizmatlaridan foydalanish bo'lsa, demak bu ma'lumot sizga ham aloqador. Eng katta muammo shundaki, ko'pchilik menda hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin tizimda xato familiya, eski telefon raqam, noto'g'ri manzil, yopilmagan qarzdorlik, kadastrdagi nomuvofiqlik yoki soliqdagi eski ma'lumot turib qolgan bo'lishi mumkin. Natijada odam kredit ololmaydi, uyini rasmiylashtira olmaydi, jarima ustiga penya qo'shiladi, subsidiya rad etiladi yoki davlat xizmatidan foydalanishda muammo chiqadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga avval qanday edi, hozir nima o'zgaryapti, kimlar albatta tekshirish kerak, kimlar xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi xatolar eng ko'p uchraydi va amalda nima qilish kerakligini birma-bir tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamning pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Oldin ko'p narsa alohida yurardi. Masalan, bir joyda pasport ma'lumotingiz, boshqa joyda kadastr ma'lumotingiz, yana boshqa tizimda soliq qarzingiz, alohida bankda kredit tarixi, alohida kommunal idorada to'lovlaringiz bo'lardi. Bir idorada xato bo'lsa, boshqa idora buni darrov ko'rmasdi. Odam biror muammo chiqmaguncha o'zidagi kamchilikni sezmasdi. Masalan, oldin sizning uyingiz kadastrda eski familiya bilan turgan bo'lishi mumkin edi. Siz esa yashayverardingiz. Kommunal to'lov qilib yurardingiz. Lekin uy sotmoqchi bo'lganingizda yoki farzandingiz nomiga o'tkazmoqchi bo'lganingizda notarius ma'lumotlar mos kelmayapti deb hujjatni to'xtatib qo'yardi. Yoki eski jarima bor edi, siz uni unutgansiz. Tizimlar bog'lanmagani uchun yillar davomida jim turardi. Keyin birdan bank kartadan yechib olinishi, ijro hujjati chiqishi yoki cheklov qo'yilishi mumkin edi. Hozir esa jarayonlar asta-sekin raqamli tizimlarga o'tyapti. Davlat xizmatlari, soliq, kadastr, ichki ishlar, banklar, majburiy ijro, kommunal tizimlar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Ko'p hujjatni qog'oz ko'tarib yurmasdan olish mumkin. Lekin ikkinchi tomoni bor. Tizimdagi xato ham tez ko'rinadi, qarzdorlik ham tez aniqlanadi, nomuvofiqlik ham xizmat olish paytida darrov to'siq bo'ladi. Men buni oddiy qilib aytaman. Oldin xato papka ichida yotardi. Hozir xato ekranga chiqadi. Oldin bir idora bilmagan muammoni endi boshqa tizim avtomatik ko'rishi mumkin. Shu sababli har bir odam o'zining asosiy ma'lumotlarini tekshirish kerak. Birinchi navbatda shaxsiy ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish kerak. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSHR, pasport yoki ID karta raqami, doimiy yashash manzili, telefon, raqam va oilaviy holat kabi ma'lumotlar juda muhim. Sizga oddiy tuyulishi mumkin. Lekin bitta, har xatosi ham keyin katta muammoga sabab bo'ladi. Masalan, fuqaroning familiyasi hujjatda Karimov bo'lsa, kadastrda eski yozuv bilan Karimova yoki Karimov deb ketgan bo'lishi mumkin. Odam uyda 15 yil yashagan. Kommunal to'lovlarni to'lagan, hech kim indamagan. Lekin uy garovga qo'yiladigan bo'lsa, bank egalik ma'lumot shaxsiy hujjat bilan mos emas deb kreditni rad qiladi. Odam shunda yugurishni boshlaydi. Aslida buni oldindan tekshirsa, 1-2 kunlik ish bilan tuzatish mumkin bo'lardi. Ikkinchi muhim yo'nalish kadastr va mulk hujjatlari. Nomida uy, kvartira, hovli, yer yoki noturar joy bor odam albatta tekshirish kerak. Kadastrda mulk egasi to'g'ri yozilganmi? Maydon to'g'rimi? Manzil to'g'rimi? Ulushlar to'g'ri ko'rsatilganmi? Taqiq yoki cheklov yo'qmi? Shuni ko'rish kerak. Hayotiy misol, aka-uka otasidan qolgan hovlida yashaydi. Hamma uy bizniki deb biladi. Lekin kadastrda uy hali otasining nomida turibdi. Meros rasmiylashtirilmagan, yillar o'tadi. Keyin aka-ukadan biri uyga subsidiya, kredit yoki rekonstruksiya uchun ruxsat olmoqchi bo'ladi. Tizimda egasi marhum shaxs bo'lib ko'rinadi. Natijada hamma ish to'xtaydi. Endi merosxo'rlarni yig'ish, hujjatlarni tiklash, notariusga borish, ba'zan sudga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bu esa ancha vaqt va pul talab qiladi. Uchinchi yo'nalish soliq qarzlari va majburiy to'lovlar. Ko'pchilik faqat tadbirkor soliq tekshiradi deb o'ylaydi. Aslida oddiy fuqaroda ham mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijara daromadi, avtomobil bilan bog'liq to'lovlar yoki jarimalar bo'lishi mumkin. Agar nomingizda uy bo'lsa, mulk solig'i bor. Yer bo'lsa, yer solig'i bor. Uyni ijaraga bersangiz daromad solig'i masalasi chiqadi. Bularni bilmasdan yurish keyin penya va qarzdorlikka olib keladi.
Masalan, bir fuqaroning nomida viloyatda eski uy bor. O'zi Toshkentda yashaydi. U uyda hech kim yashamaydi. Demak, soliq ham yo'q deb o'ylaydi. Lekin mulk mavjud bo'lsa, soliq hisoblanishi mumkin. 3-4 yil tekshirilmasa, qarz 200 ming so'mdan 1 million so'mgacha. Ba'zi holatlarda undan ham ko'p bo'lib qoladi. Keyin bankdan kredit olishda yoki notarial bitimda qarzdorlik chiqib qoladi. 4-yo'nalish jarimalar va majburiy ijro. Yo'l harakati jarimalari, sud qarorlari, aliment, kredit bo'yicha ijro hujjati, kommunal qarzlardan kelib chiqqan undirishlar odamning hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Ba'zan fuqaro jarimani to'lagan bo'ladi, lekin tizimda yopilmagan turadi. Ba'zan to'lov noto'g'ri rekvizitga ketadi. Ba'zan jarima bo'yicha xabar eski telefon raqamiga kelgan bo'ladi va odam bexabar qoladi. Masalan, haydovchi 1 ming so'mlik jarimani vaqtida to'lagan, lekin to'lov izohida jarima raqami noto'g'ri kiritilgan. Pul ketgan, lekin jarima yopilmagan. Oradan vaqt o'tib, jarima majburiy ijroga tushadi, ustiga ijro yig'imi qo'shiladi. Endi odam men to'laganman deb isbotlashi kerak bo'ladi. To'lov cheki bo'lmasa, masala yanada qiyinlashadi. 5-yo'nalish. Bank va kredit tarixi. Qoidalar o'zgarayotganda banklar ham mijoz ma'lumotlarini aniqroq tekshiradi. Telefon raqam, manzil, daromad manbai, kredit tarixi, qarzdorlik, sud va ijro ma'lumotlari e'tiborga olinadi. Siz kichkina kechikishni jiddiy ko'rmasligingiz mumkin, lekin bank tizimi uni xavf deb baholashi mumkin. Masalan, kimdir 2 million so'mlik mikroqarz olgan, oxirgi to'lovni 10 kun kechiktirgan. Odam uchun bu arzimas holat. Lekin kredit tarixida kechikish turadi. Keyin u 200 million so'mlik ipoteka olmoqchi bo'lganda bank ehtiyotkorlik qiladi yoki foiz shartlarini qattiqlashtiradi. Shuning uchun kichik qarzlarni ham vaqtida yopish kerak. Men xavotir oling deganda vahimaga tushishni nazarda tutmayman. Men tekshiring demoqchiman. Birinchi navbatda nomida uy, yer, mashina, biznes yoki kredit bor odamlar tekshirishi kerak. Chunki sizda mulk yoki majburiyat qancha ko'p bo'lsa, tizimlarda nomuvofiqlik chiqish ehtimoli shuncha yuqori. Ikkinchidan, oxirgi yillarda pasportini ID kartaga almashtirganlar, familiyasini o'zgartirganlar, turmush qurganlar yoki ajrashganlar tekshirsin. Ayniqsa ayollar familiyasi o'zgargandan keyin kadastr, bank, soliq, mehnat shartnomasi va boshqa tizimlarda eski familiya qolib ketgan bo'lishi mumkin. Uchinchidan, meros, hadya oldi-sotdi, ipoteka, subsidiya yoki uy-joy bilan bog'liq ish qilmoqchi bo'lganlar oldindan tekshirsin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam xaridor topadi, narx kelishiladi, hamma tayyor. Notariusga borilganda esa uyda taqiq eski qarz, merosdagi muammo yoki manzil nomuvofiqligi chiqadi. Natijada xaridor fikridan qaytadi, sotuvchi esa vaqt yo'qotadi. 4-dan, pensionerlar va nafaqa oluvchilar ham tekshirishi kerak. Chunki pensiya, nafaqa, subsidiya va yordam pullari ko'p hollarda shaxsiy ma'lumotlar, ro'yxat manzili, oila tarkibi, daromad va mulk ma'lumotlariga bog'liq. Agar tizimda sizning oilangiz tarkibi noto'g'ri ko'rsatilsa, yordam rad etilishi mumkin. 5-dan, chet elda ishlayotgan yoki uzoq vaqt yashayotgan fuqarolar ham e'tiborli bo'lsin. Ular ko'pincha O'zbekistondagi mulk, soliq, jarima yoki telefon raqami bilan bog'liq xabarlardan bexabar qoladi. Qaytib kelganda esa yig'ilib qolgan muammolar chiqadi. Agar siz muntazam ravishda davlat xizmatlari portaliga kirib turadigan, soliq va jarimalarni tekshiradigan, kadastr hujjatlarini yangilagan, bankdagi ma'lumotlarni to'g'rilagan, telefon raqamini o'z nomiga rasmiylashtirgan bo'lsangiz, sizda xavf ancha kam. Lekin bu umuman tekshirmaslik mumkin degani emas. Kamida yiliga bir marta asosiy ma'lumotlarni ko'rib chiqish foydali. Agar nomingizda mulk bo'lmasa, kredit bo'lmasa, jarima bo'lmasa, biznes bo'lmasa, sizda ham baribir shaxsiy ma'lumotlar masalasi bor. Chunki ertaga ishga kirishingiz, kredit olishingiz, subsidiya so'rashingiz, nikoh, meros yoki boshqa hujjat ishlari bo'lishi mumkin. Demak, minimal tekshiruv hammaga kerak. Eng katta tuzoq shuki, odam men to'laganman deb o'ylaydi, lekin tizim to'lanmagan deb turadi. Huquqiy jihatdan ko'p holatda tizimdagi yozuv muhim bo'lib qoladi. Sizda chek bo'lsa, isbotlaysiz. Chek bo'lmasa qiyinlashadi. Shuning uchun har qanday to'lovdan keyin screenshot, SMS, bank ilovasidagi kvitansiya yoki PDF chekni saqlab qo'yish kerak. Ikkinchi tuzoq, eski telefon raqam. Hozir ko'plab xabarlar SMS yoki mobil ilova orqali keladi. Agar sizning bankdagi, soliqdagi yoki davlat xizmatlaridagi raqamingiz eski bo'lsa, ogohlantirish boshqa odamga borishi yoki umuman sizga yetib kelmasligi mumkin. Keyin menga xabar kelmadi deyish har doim ham muammoni hal qilmaydi. Tizim xabar yuborilganini ko'rsatishi mumkin.
Uchinchi nozik masala ro'yxat manzili. Doimiy ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashash ko'pchilikda bor. Lekin ayrim xizmatlar ro'yxat manziliga qarab belgilanadi. Maktab, poliklinika, mahalla nafaqa, subsidiya, kommunal ayrim ma'lumotlar. Agar oila tarkibi yoki manzil noto'g'ri bo'lsa, siz haqingizdagi ijtimoiy baholash ham noto'g'ri bo'lishi mumkin. 4-tuzoq, meros hujjatlar hamma biladi. Bu uy bizniki degan gap hujjatda kuchga ega bo'lmasligi mumkin. Agar mulk meros orqali o'tgan bo'lsa, albatta rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Marhum shaxs nomida turgan mulkni sotish, garovga qo'yish, bo'lish yoki rekonstruksiya qilishda muammo chiqadi. 5-nozik masala umumiy ulushdagi mulk. Masalan, kvartira 4 kishining nomida bo'lsa, bitta odam uni mustaqil sota olmaydi. Hamma ulushdorlardan rozilik kerak bo'ladi. Ba'zan ulushdor chet elda bo'ladi. Ba'zan voyaga yetmagan bola ulushi bo'ladi. Ba'zan sobiq turmush o'rtog'i bilan kelishmovchilik chiqadi. Shu sababli bitimdan oldin ulush masalasini tekshirish shart. 6-tuzoq, kichik qarzlarni mensimaslik. 20 ming, 20 ming so'mlik qarz odamga arzimas tuyuladi. Lekin u penya ijro yig'imi cheklov yoki xizmat rad etilishga sabab bo'lishi mumkin. Men doim shuni aytaman, muammo summaning kattaligida emas, tizimda qarzdor degan belgi turishida. 7-masala. Tadbirkorlikni yopmasdan tashlab qo'yish. Kimdir yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan, keyin faoliyat yuritmagan, lekin rasmiy yopmagan. Odam ishlamadim, demak qarz yo'q deb o'ylaydi. Lekin ayrim majburiyatlar, hisobotlar yoki to'lovlar bo'yicha savol chiqishi mumkin. Shuning uchun biznes boshlagan yoki yopgan odam soliq kabinetini albatta tekshirish kerak. 8-nozik jihat, ism familiyaning turli yozilishi. Lotin va kiril, eski pasport va yangi ID, apostrof, tire, qo'sh familiya, otasining ismidagi farqlar tizimlarda muammo chiqarishi mumkin. Masalan, bir joyda o'g'li, boshqa joyda o'g'li, yana bir joyda umuman yozilmagan bo'lsa, avtomatik solishtirishda xatolik chiqadi. Bu ayniqsa bank, notarius, kadastr va sud hujjatlarida seziladi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tayyorlang. ID karta yoki pasport, jessa shir, stir bo'lsa stir, telefon raqamingiz, bank kartangiz, kadastr hujjatlari, avtomobil texnik pasporti, eski to'lov cheklari, kredit shartnomalari va mavjud qaror yoki bildirishnomalarni bir joyga yig'ing. Ikkinchi qadam, davlat xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinetingizga kiring. Agar kira olmasangiz, yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. U yerda shaxsiy ma'lumotlaringiz, ro'yxat manzilingiz, arizalar holati va ayrim xizmatlar bo'yicha ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Agar telefon raqamingiz eski bo'lsa, uni yangilashni so'rang. Uchinchi qadam, soliq bo'yicha shaxsiy kabinetingizni tekshiring. Mol-mulk solig'i, yer solig'i. Mavjud qarzdorlik, penya, to'langan summalar, ortiqcha to'lov bor yo'qligini ko'ring. Agar qarz chiqsa, darrov vahima qilmang. Avval u nimadan kelib chiqqanini aniqlang. Qaysi mulk, qaysi summa. Agar xato deb o'ylasangiz, soliq organiga yozma murojaat qiling. Murojaatda aniq yozing. Mening shaxsiy kabinetimda falon summa qarzdorlik ko'rinmoqda. Ushbu qarzdorlik qaysi obyekt va qaysi davr bo'yicha hisoblanganini tushuntirib berishingizni. Agar hisob kitobda xatolik bo'lsa, qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Hujjatlarni ilova qiling. Kadastr, to'lov cheki, oldi sotdi shartnomasi yoki boshqa dalil. 4-qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Nomida mulk bor odam kadastr pasporti, mulk egasi, maydon, manzil, ulush va cheklovlarni ko'rsin. Agar manzil eski nom bilan turgan bo'lsa, egasi noto'g'ri yozilgan bo'lsa yoki maydon hujjatdagi bilan mos kelmasa, kadastr organiga murojaat qilish kerak. Bu ayniqsa uy sotishdan oldin juda muhim. 5-qadam, jarimalarni tekshiring. Yo'l harakati jarimalari, sud yoki majburiy ijro bo'yicha ma'lumotlarni ko'ring. Agar to'langan jarima yopilmagan bo'lsa, to'lov chekini ilova qilib murojaat qiling. Agar jarima sizga tegishli emas deb hisoblasangiz, o'z vaqtida e'tiroz bildiring. E'tiroz muddati o'tib ketmasin. Chunki muddat o'tgandan keyin isbotlash qiyinroq bo'ladi. 6-qadam, bankdagi ma'lumotlaringizni yangilang. Bank ilovasida telefon, manzil, pasport ma'lumoti, ish joyi yoki daromad manbai to'g'ri ko'rsatilganmi? Tekshiring. Agar ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, bankda eski pasport ma'lumoti qolib ketmaganiga ishonch hosil qiling. Kreditlaringiz bo'lsa, to'lov jadvali va qarz qoldig'ini ko'rib chiqing. 7-qadam, kommunal to'lovlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv, chiqindi, issiqlik, uy-joy, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi bo'yicha shaxsiy hisob raqamlarida qarz yo'qmi ko'ring. Ba'zan eski egadan qolgan qarz.
noto'g'ri hisoblagich ko'rsatkichi yoki boshqa xonadonga yozilgan summa chiqib qoladi. Uy sotib olganda ayniqsa kommunal qarzlar bo'yicha ma'lumotnoma olish foydali. 8-qadam, agar sizda meros masalasi bo'lsa, notariusga boring. Keyin qilamiz deb yurish xavfli. Meros hujjati qancha kechiksa, qarindoshlarni topish, hujjatlarni tiklash, dalillarni yig'ish shuncha qiyinlashadi. Agar uy, yer yoki mashina marhum qarindosh nomida turgan bo'lsa, uni rasmiylashtirish masalasini kechiktirmang. 9-qadam, barcha murojaatlarni yozma qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin muammo bo'lsa, yozma ariza muhim. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni o'zingizning FE telefon raqam, muammo mazmuni, talabingiz va ilovalarni aniq ko'rsating. Masalan, ma'lumotni tuzatishni so'rayman. Qarzdorlik asosini tushuntirishni so'rayman. To'langan jarimani tizimda yopishni so'rayman. 10-qadam. Screenshot va cheklarni saqlang. Men odamlarga oddiy tartibni tavsiya qilaman. Telefoningizda hujjatlar degan papka oching. Ichga soliq, jarima, kommunal, bank, kadastr, davlat xizmatlari degan alohida papkalar qiling. Har bir to'lovdan keyin chekni saqlang. Bu keyin sizni ko'p yugurishdan qutqaradi. Bir odam uyini sotmoqchi bo'ladi. Xaridor topiladi. Narx 600 million so'mga kelishiladi. Notariusga borishdan bir kun oldin kadastrda uyga eski taqiq turgani aniqlanadi. Taqiq 2 yil oldingi kredit bo'yicha qo'yilgan, kredit yopilgan, lekin taqiq yechilmagan. Kredit yopilganini isbotlash uchun bankdan ma'lumotnoma olish. Keyin taqiqni yechish kerak bo'ladi. Xaridor kutmaydi va boshqa uy oladi. Bu odam oddiy tekshiruvni oldindan qilganida bitim buzilmasdi. Yana bir misol, ayol turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Bankda yangi familiya. Kadastrda eski familiya, soliqda esa otasining ismi boshqacha yozilgan. U subsidiya so'raganda tizimlar ma'lumotni avtomatik solishtira olmaydi va ariza qo'shimcha tekshiruvga tushadi. Odam nega rad bo'ldi deb hayron bo'ladi. Aslida muammo huquqida emas, ma'lumotlar mos kelmaganida. Yana bir holat. Haydovchi mashinasini sotgan, lekin rasmiylashtirish oxirigacha tugamagan. Yangi foydalanuvchi jarima qiladi. Jarima eski egaga keladi. Eski ega mashina meniki emas deydi, lekin hujjatda hali uning nomida. Shuning uchun avtomobil sotilganda ishonchnoma bilan chekilib qolmasdan rasmiy qayta ro'yxatdan o'tkazish juda muhim. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, qoidalar raqamli tizimlarga moslashyapti. Ma'lumotlar ko'proq solishtirilyapti va eski xatolar endi ko'proq ko'rinadi. Bu yomon narsa emas, agar siz oldindan tekshirib qo'ysangiz. Lekin e'tiborsiz qolsangiz, kichkina xato katta muammoga aylanishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq shaxsiy ma'lumotlaringizni, soliq qarzlaringizni, jarimalarni, kadastr hujjatlarini, bank va kommunal hisoblaringizni tekshiring. Agar xato topsangiz, uni og'zaki emas, yozma murojaat orqali tuzating. Cheklarni saqlang, telefon raqamingizni yangilang, eski hujjatlarni tartibga keltiring. Izohlarda yozing. Sizda ham tizimda xato yopilmagan jarima kadastrdagi muammo yoki soliq qarzi kutilmaganda chiqqanmi? Tajribangiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Tajribangiz boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni hozir bilgan odam ertaga muammoga tushmaydi.